Minavazin o'zi nima? Minavazin teri yoki tanadagi qanday muammolarni hal qilishi mumkin? Minavazinni qo'llash kimlar uchun zararli? Ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va minavazindan qanday foydalanishni bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Albatta ko'pchiligimiz ushbu og'riq qoldiruvchi vosita haqida eshitganmiz va foydalanib ham ko'rganmiz. Biroq barcha ham uni turli patologiyalardan qo'llash mumkinligi haqida bilmasa kerak. Keling, bugun minavazin haqida ma'lumot beramiz. Minavazin o'zi nima? U suyuqlik yoki malham ko'rinishida bo'lib, tarkibida mahalliy anestetiklar, ya'ni novokain yoki prokain yoki benzikain hamda mentol va etil spirtini o'z ichiga olgan vositadir. Og'riq qoldiruvchi ta'sir novokain hisobiga tez, prokain hisobiga esa davomiy amalga oshadi. Mentol mayda tomirlar holatini yaxshilaydi, salqinlanish hissini taqdim etadi va og'riqni yengillashtiradi hamda dorining boshqa tarkibiy qismlarini teriga chuqur singishiga xizmat qiladi. Shuningdek, mentol ta'sirida yallig'lanish va qichishish belgilarining pasayishi kuzatiladi. Unutmang, bu ta'sir faqat minavazin tashqi tomonga qo'llanilganda namoyon bo'ladi. Minavazin yana qanday muammolarni hal qilishi mumkin? Hamyonbop, ammo samarali vosita quyidagi 15 ta holatda yordam beradi. Umurtqa osteoxondrozi og'riq hislari bilan bog'liq funksiyalarning buzilishida tez-tez namoyon bo'lib turadi. Teriga yengilgina minavazin surtish og'riqni kamaytiradi va yo'qolgan harakatchanlikni qayta tiklaydi. Ikkinchisi, radikulit umurtqaning qaysi qismida bo'lishidan qat'iy nazar ortga chekinadi. Minavazin vositasi esa bel radikulitida yordam beradi. Uchinchisi, bo'g'imlar og'rig'i orqali namoyon bo'luvchi bo'g'imlar artrozida aynan minavazin yordam berishi mumkin. To'rtinchisi, yumshoq to'qimalardagi lat yegan joylar og'rig'ini qoldirish uchun ham ushbu doridan foydalanish mumkin. Beshinchisi, minavazindan foydalanilganda gematomalar tezda o'tib ketadi va kamroq bezovta qiladi. Oltinchisi, chakkalar minavazin bilan uqalansa bosh og'rig'idan xalos bo'lish mumkin. Yettinchisi, ayniqsa yo'tal va ko'krak qafasidagi og'irlik hissi orqali kechadigan shamollash belgilari ko'krak qafasi va bel qismlariga minavazinni surtish va issiq o'ranib yotishda o'tib ketadi. Sakkizinchisi, bo'yinga minavazin eritmasi yoki malhama surtilsa, shuningdek qalin sharf bilan o'rab qo'yilsa, angina va tomoqdagi og'riqlar tezda yo'qolishi mumkin. To'qqizinchisi, keksalik davrida kechadigan pastki oyoqlar venozining yetishmovchiligida oyoq kafti va boldirlar ushbu malham bilan uqalansa, odatda kechasi yuzaga keladigan og'riq va charchoq hissini yo'qotadi. 10-si, minavazin surtmasidan foydalansangiz, oddiy gerpes, ya'ni uchuq pufakchalari tezda kamayadi. Faqat ushbu muolajani ehtiyotkorlik bilan va paxtali tampon yordamida amalga oshirish zarur. 11-si, ushbu vosita bavosilda ham yordam ko'rsatadi. Barmoqni dokali salfetka bilan o'rab, minavazin bilan namlangan salfetkani og'rigan nuqtaga joylashtiring. Bir necha marotaba almashtirib turing. Bunday muolajani bir necha kun davomida bir kunda bir martadan takrorlab turing. Bunda og'riq hissi o'tib ketadi. 12-si, burun sohalarini minavazin yordamida yengil uqalab tursangiz, gaymarit kasalligida burun shilliq qavatlari va peshonadagi yallig'lanish o'tib ketadi. 13-si, boldirlar minavazin bilan uqalansa, oyoqlardagi varikoz kengayishlari kamayadi. 14-si, bo'yin va ensa qismlarini minavazin bilan uqalasangiz, uyqusizlikda yaxshi samara beradi. Va nihoyat 15-si, chap yelkada kuzatiluvchi stenokardiyadagi og'riq alomatlari yuzaga kelsa, og'riqli joylarni minavazin vositasi bilan uqalang. Shuningdek, minavazin hasharot chaqqan joylarda qichishishni bartaraf etadi, yallig'lanishlar va husnbuzarlarni ham kamaytiradi. Uni qo'llash davomida salqinlik hissi paydo bo'ladi va vosita og'riqli nuqtani yengil qizdirishi mumkin. Lekin minavazinni hammaga ham birdek qo'llash tavsiya etilmaydi. Kimlar uchun minavazinni qo'llash mumkin emas? Ushbu vositani og'ir darajadagi individual kasalliklarda, ochiq yara va kuyish jarohatlari, arterial bosimning pasayib ketishiga nisbatan moyillik holatlarida va o'pka kasalliklarining og'ir shakllarida qo'llab bo'lmaydi. Qolgan holatlarda, ayniqsa yengil og'riqli holatlarda minavazindan faqat tashqi yuzada foydalanish mumkin. Minavazin haqida fikringiz qanday? Uni qo'llash usullari yuzasidan fikringizni yozib qoldiring.
Video ma'qul kelgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham tavsiya qiling. Yaxshi kayfiyat va tana sihatlikda ko'rishguncha.